Ko'tga barmoq urasizmi deb yaqinda bir bemorim aytib qoldi. Qanchalik qo'pol eshitilmasin, lekin tibbiyotda muhim rol o'ynaydigan rektal tekshiruv haqida keling bugun gapirib o'tamiz. Urolog uchun eng muhim bo'lgan, albatta bemorga yoqimli bo'lmasligi mumkin bu jarayon. Shifokorga ham bu narsa yoqimli bo'lmasligi mumkin. No, rektal tekshiruv shifokor urolog uchun juda katta muhim rol o'ynaydi. Nima sabab? U prostata bezini hajmini kichkinagan yoki kattayganligini, undagi elastik o'zgarganligini, yumshoqligini, uni qattiqligini baho beradigan bir usullardan biri. Uni og'riqli emasligini, prostata beziga tekkanda biron bir suyuqlik kelmasligini aniqlab, juda ko'plab kasalliklarni diagnostika qilish mumkin hech qanaqa bir analizlarsiz birinchi etapda. Nima uchun kerak bu? Davolanish uchun prostata bezini massaj qilishlik umuman noto'g'ri yo'llardan biri. Lekin diagnostika sifatida urolog kerak bo'lishi juda muhim. Chunki yuqorida aytganimizdek, adenoma bezini kattalashganligini, ya'ni o'sha prostata bezidagi giperplaziya bo'lishi holatini diagnostika qilishlikda, uni kichkinayganligini, unga yetarlicha qon bormayotganligini yoki ba'zi bir preparatlar uni ishini podavlять qilayotganligini aniqlashtirishlik uchun kerak bo'ladi. Uni og'riqli yoki og'ir emasligini, o'sha prostata bezidagi yallig'lanishlik, o'tkir prostatit holatlar, o'tkir kasalliklar bor yo'qligini aniqlashlikda. Unda agarda toshday qattiq bo'ladigan bo'lsa, o'sha prostata bezini onkologiyasini birinchi etapda aniqlashlik uchun kerak bo'ladigan rektal tekshiruv hisoblanadi. Ba'zi bir analizlarni o'sha prostata bezini sokini, sekretini olishlik uchun ham kerak bo'ladigan usullardan biri hisoblanadi. Shu uchun do'stlar, yuqorida aytganimizdek, bemorlarimiz bu ko'tga barmoq tiqishlik emas, qanchalik qo'pol etilmasa ham-da, bu shifokor uchun juda muhim bo'ladigan diagnostik usullardan biri hisoblanadi. Davolash usuli emas, faqatgina diagnostika usuli. Shunda sizni salomatligingiz uchun, sizni sog'lig'ingiz uchun buni ko'plab kasalliklarning oldini olishlikda va uni birinchi etapda aniqlashlik uchun kerak bo'ladigan usullardan bittasi. Mana nima uchun kerak rektal tekshiruv?